ko'zim bo'ylab qatib olib ketasan mana. Adasi bugun to'yimizga 5 yil bo'ldi. Sizga ikkinchi xotin sovg'a qilmoqchiman. Unaqa qilmagan. Borganda bilasiz. Sekin. Adasi to'xtang. Ichkariga kirib hayajonlanmasligingiz uchun sizga gaplarim bor. Mana bugun 0909 o'sha mudhish kunga dedi. To'yimizga 5 yil bo'ldi. 5 yil to'g'ri kimdir uchun bu kichkina srok bo'lishi mumkin, lekin 5 yil ichida 3 ta farzandli bo'ldik. Qanaqa kunlarni boshimizdan o'tkazmadik. Bu kunlarga yetib kelganlar bor, ajrashib ketganlar bor. Yana 50 yilga chidashingiz uchun sizga Dubaydan uy sovg'a qilishga qaror qildim. Nima? Tushunmadim. Sen meni hamma alfos desan. Adasi o'zi ham shunaqa deydi-yu, men bilsam bo'ldi. Men bilan yashaysiz-ku. Qarang, bu masalani ham o'yladim. Hozir erim vijdoni bor, g'urur yo'l qo'ymaydi deb, uyni o'zimning nomimga oldim. Endi er xotinniki o'rtada-ku, menga bitta tomon yoqdi. Dubaydan uy olsangiz, voy zaksing bor ekan, ering qo'l qo'yib bersin degan joyi yo'q ekan. O'shaning uchun ikkalamiz uyimiz samon bo'ladi. Men unda lentani o'zing boyla. Ketdi. Nima shunaqa lenta orzuyim deb bilasizmi? Doston aka, Toshkentdagi filialimizga xush kelibsizlar. Yana bir bor tabriklayman yangi uylar bilan. Mana hech qancha vaqt o'tmasdan kadastrlari ham tayyor bo'lgan. Sizlarni tabriklayman. Uylarning kadastri tayyor. Dubaydan uy olganingizda 24% boshlanish to'lovini o'zi kadastr olishingiz uchun yetarli. Bu degani 100%, ya'ni uyni hamma to'lovini qilishingiz shart emas. Rostdan o'zing nomingga olsan-a? Bekzod aka, masofadan turib Dubaydan uy sotib oldik. Endi borib uyimizni живой ko'rib kelaylik. Borishimizga ham bahona bo'ladi. To'ppa-to'g'ri ketdik. Ketdik. Erta aeroportda ko'rishamiz. Voy, bizdan endi shu yerda uyimiz bor. Namchi chiroyli maketini o'zi bitganda qanaqa bo'ladi bu? Aynan mana shu loyihadan xudo xolasa bu loyiha 2025-yilda eng talab ko'p bo'lgan loyiha bo'ldi. Bu domdan qolganmi xonadon? Hozir bu yerda xonadonlar hisobda qolmagan. Taqqoslash uchun bir oy avvalgi narxdan уже 20-30 ming dollar qimmat bu yerda. Pechenkalar meslicha uyimizdan sotamiz, ustiga qo'yib tursam-da. Bestiga xalq nomidan bitta savol bermoqchiman, o'zimga ham qiziq. Men bu qum qilib qo'ygan, plyaj qilib qo'ygan. Men plyajdan marketlarga chakka o'tib ketmaydimi? Xuddi shunaqa bo'ladimi yo bu klient chaqirish uchun menga shunaqa chiroyli qilib qo'yishganmi? Yo, Bingati juda kuchli kompaniya, ko'rsatgan hamma narsasini birga bir qilib beradi. Dubaydan xonadon xarid qilishimizda o'zingizni katta yordamingizni qo'shdingiz. Albatta bu yaxshiligingizni unutmayman. Va pechenkalarim sizlar ham bemalol Dubaydagi yangi qurilayotgan proyektlar, albatta ishonchli proyektlar va ishonchli broker xizmatlari kerak bo'lsa, profillarni qoldiraman. Kuzatib, borib, narx-navolarini hammasini ko'rib, sizlar ham Dubaydan xonadon xarid qilsanglar bo'ladi. Dubayga kelishga vaqti yo'qlar, bemalol Toshkentda ofisingizga ham borsa bo'ladi. Ha, albatta.